Toshkent sharoitida katta bo'lgan blogerlarning qishloqda 24 soat vaqti qanaqa o'tishini bugungi videoda ko'rib olasizlar. Yaxshilab joylashib oling, video sizlarga yoqishi aniq. Ha o'rtoqlar, Kamol Qohorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Hamma so'radi, qishloq videosini YouTube'da 24 soat qishloq videoyimizda hozir kelib 10 milliondan prosmotr oshib ketgan. Sizlar so'radinglar va nihoyat ikkinchi qism uchun men albatta yana o'zimizning Toshkentni oldi bolarini to'xtanglar. Qatligini jigarimni o'zlari ayta qolsalar. Zo'rda sostav. Samarqand, Urgut, Omon, Qo'tan, baby! Davay! Дай мне! Bizda qizlar ham bor. Toshkentni oldi qizlari. Bular albatta Yuneta, Zarina va Dudosh. Sakin. Qatta biz aytinglar, o'zinglar aytinglar, qatta. Samarqand, Urgut, Omon, Qo'tan. Oxiri zo'r chiqdi. Oxir Omon Qo'tanmi? Qo'tan zo'r chiqdi-da. Ishoninglar, 24 soat biz mana shu qishloqda vaqt o'tkazamiz. Bizani oldin nima kutayotganini hali o'zimiz ham bilmaymiz. Shuning uchun hozir o'zida albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va mana shu videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Menimcha bolalar, qizlar nima deb o'ylaysiz? Birinchi kiyimlarni almashtirib, haqiqatda qishloq vibe'iga kirib olish kerak. Keyin biz birinchi bo'lib qishloq vibe'iga kirib olamiz. Let's go. Симпатичная красотка музым, onga chapga o'tib asma ko'zim, nежная моя. Bilmadim, endi nima deysizlar bolalar o'zinglar? Ишма, отойми shu kalishni. Отойми. Иди, пожалуйста. Куда идти? Моего сердца. Hozir biza birinchi o'rinda albatta ovqat tayyorlashimiz kerak. Qorin och, zavtrak qilib olish kerak, to'g'rimi? Tushlik qilish kerak. Lekin biza bozorli ham qilishimiz kerak birinchi o'rinda. Bozorli yo'q. Bozorli yo'q, Bu yerda bozor bormi? Do'konlar topamiz, majbur. Nima bu qanaqa yashaydi bu yerdagilar? Nima deb o'ylaysan? Omon, Qo'tan, Sila, Samarqand, Urgut, Omon, Qo'tan. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером 1. Едем и молчим, он говорит доброе утро, а я не слышу будто. Bitta savol, можно bitta savol? Почему bolalar bunaqa noodatiy stilda kiyingan? Qanaqa noodatiy? Biza cho'tki takoy. Нет, типа, zачем men bu shortikni baland qilish shart edimi va Nima qilish? baland qilish. Balanda tanda ochilganda, keragi yo'q ekan, nafas ochilganda, menga ber xudo qaymayobmi? Baland. Baland. Da, baland. Yo, bular o'zicha retro. O'zicha? Qara, yaxshi munosabatimizga hozir nuqta qo'ymoqchi bo'lsan-a? O'zicha nima Biz deyapsan? endi yaqin bo'lmaymizmi shunda? Ha? Yaqin bo'lmaymiz. Уже anchadan beri yaqinlik bo'lmayapti, так что нормальный. Yunga ketdi. Yur, men bilan yur, zo'r gaplarim bor senga. Yur. Xatga. Quyosh qiladi, jiz biz qilamiz. Yur. Jiz. Yur, jiz qilamiz, yur. O'zinglar ko'rib turibsizlar, shunchalik uzoqdagi qishloqga shuncha blogerlarni, shuncha operatorlarni olib kelish menga arzonga tushganini men juda yaxshi bilaman. Albatta, aviasozuzda ana gapi mayli-yu, vibe chiroyli lekin qishloq shu daraja chiroyli emas. Atmosferani qarang, tog'larni qarang, jego balandligini. Реально peshkommi? Qizlar, tezroq yuringlar. Shohruz, magazin bor deb qaqqop ketyapsan. Mana magazin. Mana to'xta magazin. Azim, ke по приколу домнозики uni ko'ramiz. Давайте, repetitsiya qilaylik. Repetitsiya. Let's go. Don, ziki. Salamasdan söyle deydilar, nima o'yin deytaman. Sakina. Nima bu? Tarvuz olaylik. Toruz emas, taruz. Toruz. Bizda Farg'onaliman, deymi? Bizda Toruz deyiladi-da. Toruz? Bizda Toruz deyiladi. Sizlar Taruz deyiladi, bizda Toruz deyiladi. Mana mami. Hop, bitta savol, sizlarda Toruz qanaqa bo'ladi? Torvuzmi? Bizda Toruz deyiladi. Toruz, Farg'ona Toruz. Sizlar Tarvuz? Ha, tarvuz. Tarvuz, bizda Toruz. Nega tor? Torvuz? Tormi, dutormi? Torvuz. Ha. Akam xap bo'ladi. Akamga ishonamizmi tarvuzni? Da, давайте, men ishonaman. Qaysi tarvuz, Jekon? Telefon yo'g'rilgan joyi bor-ku.
Jeko bu juda katta-da, aka, bo'lmaydi bu. Ko'pchiligimiz-ayu. Kim ko'taradi buni? Yunka. Ko'tara olmaysizmi shuni? Ko'tara olaman. Shuncha gap ko'tarib yuribsan, baribir. Voy, akam. Nima tayyorlaymiz? Nima tayyorlaylik? Aka nima tayyorlaymiz? Ha? Nima tayyorlaymiz ayting. Nima tayyorlaymiz? Ha, ovqat. Xon bilan sosisga. Bo'ldimi? Nimani tayyorlash bilasiz o'zingiz? Любой narsa, реально. Easy как. Variant makaron qilish. Makaron palov bor-ku. Makaron palov. Hozir men o'yladim, tuxum sosiska yeymiz deb o'yladim. Idealniy variant. Uzungachi. Вот ужинga давайте тушенку и картошку возьмем. Garchi qovurib ustiga Тушенку tushunka. qovuramiz, ha? Lekin ja ishonmayman deb mazali chiqishiga, no, давайте попробуем что-нибудь. Kartoshka olaylik. Jeko aka, hech hech nima qilmayapsiz aka siz. Nima qilish uchun kelmadim. Kartoshkani hal qiling, aka hech bo'lsa mana kartoshka tanlaylik. Dudosh bilan kelaylik aka, kartoshka tanlaylik. Yuring aka. Bola ko'p yeydi-yu. 3 ta olaveramiz, 4 tami yo'q. Yeymaysanmi? Halolmi? Issuvdik mumkin emas. Qani o'qich halolmi? Qani, Halolmi? Halol, halal, halal. Yeymizmi, yo'qmi? Men yeyman, men. Chista o'zim yeyman. Ishlaymaymizmi shunda? Yo, ana sosiska nima deb olsalar, o'shani yeb beraman. Tarvuz marvuz bo'lsa. O'shanga tarvuz yeyman unda. Shovroz yeymizmi buni? O'shanga nima deysiz? Yeyman jonim. Ужинga nima yeysizlar, o'shani olib hammaga yedirasizlar. Chunki biz tanlagan ovqatimizni sizlar yemayapsizlar. Unda biz sizlar tanlagan. Pishirib berasizlarmi? Biz masala qolsak, Da, хорошо, nima pishirib beramiz? tushunka bilan makaron yeyman. Jeko, Yunka, bu kelin. Qaysidir videoda Jeko tarvuz tanlash bo'yicha eng zo'riman degan edi. O'shani hozir keltirib beradi. Bitta tarvuz Jeko tanlaydi, bitta tarvuz sen tanlaysan. Kimniki zo'r chiqsa, o'shanga mendan priz bor. Qancha? Ha? Qancha tezda gapiring. Joyida gapiring. Sizga qancha? Qanaqa priz? Secret. Hop, kameraga ayting, bor. Kamerani oldiga borib ayting. Eshitmaymiz. Давайте. Tanlay Jeko. Men tanlab bo'lganman. Ma'nosi yaxshi va katta. Jam aralashma, bu yerda battle ketadi. Shumi Jeko? Shu tarvuzni tanladingiz, to'g'rimi? Men bu yashilligi bo'yicha sen bildingki toshtob bu pishgan. Men tarvuz tanlashni bilmayman. Umrimda birinchi marta tanlayapman. O'shanga Kattalik uchun yoqdimi? Ну, типа, примерно mana shu pishgan deb o'ylaysan. Da. Rahmat. Ushab ko'rib, masa yoqdi buni, kattaligimi? hozir aytdim, qaysi joy bilan ishdingiz, azim? Azim. Nima uchun aynan shu tarvuz pishgan deb o'ylaysiz? Men unaqa ish pishgan, bu yashil ekan, men qizil ekan deb o'tirmayman. Shuna qaradim, bo'ldi. Bu tarvuzga javob berasiz. Ustalik javob ber. Bo'ldi, esdan дай мне. Ya og'ir ko'tarma. Ne normal. Og'ir ko'tar. Aralashtirib qo'y. Ya. Qo'ysangchi. Chidamasdim. Nimaga chidolmayapsan? Iching ketyaptimi? Xo'p, men borib bardakdan boshim og'rib ketyapti. Shuncha odam, shuncha har xil gap so'zlar. Hozir shuncha narsa olamiz, qanaqa endi bularni ko'tarib boramiz? Tarvuzlarni, boshqa narsalarni dudosh ko'taradi-da, bugun dudosh. Ko'tarasanmi? O'zimni. Borsan, avunchini to'chini olasan. Yo'q, ko'taraman. Xarakteringizni misol uchun. Hammasiga rozimisan? Yuzoringizdan gul olay. Shu ko'cha o'rtasida yuzta jo'ralardan to'yonaga to'yolay. Xo'sh, biza bozorlikni bir amallab qilib keldik. Bizda ikkita jamoa bor, qizlar va bolalar jamoasi va bizda ikkita ish bor. Bittasi bu zavtrak tushlikni tayyorlash kerak, tuxum sosiskalarni. Ikkinchi ish mazza qilib, chiroyli qilib uxlab berish kerak. Yo'q. Ikkinchi ish biza o'tiradigan joyi hozir, ko'rpalarini bosh asasi to'g'rilash kerak bo'ladi. Bolalar biza ovqat qilamiz, qizlar ko'rpani tayyorlaydi. Chunki o'tgan gal qizlar bizaga zavtrakka berganlar. Da. Sen o'zingni qiynayotgansan. Ketdi, jigarim. Chiroyli joyda bemaza ovqat berganman. Нет, biz sizlarga ishonamiz, yaxshi qilib berasizlar sizlar. Voy, sen agar pikmi bo'lib olsang, bizga zo'r qilib bermaymiz. Нет, men sizlarga rostdan ishonaman, bu pikmiligida gap emas. Da, всё. Biz ovqat tayyorlaymiz. Zarina. Sekin qilish kerak iloji boricha. Chunki bizni tez qilib tashlasak, keyin ovqatga qarab. Tushdi. Hayotda bo'lmaydigan narsa. Bля, ovqat qilish настолько впадло. Mazali taomlanishga tayyor turing. Mazali taomlanish. Nima? Mazali taomlanishga tayyor turing. Mazali taomlanish.
televizorga ko'rsatib oldi bo'ladi azmanchi. Milliy TVmi, MyFive'mi? Xo'p, mana qanaqa yoqamiz? Ha, ochiladimi bu? Ochiladimi? Muncha og'ir. Ha, Yotaylik. millimetrigacha hisoblaylik. Bitta tortargansa bo'ladi. Sal tortarkanman. Yo, bu normalniy вроде бы. Yo. Stol qirrasi bilan bir xilmi? Normalniy. Ha, tortarkanman. Xo'sh, nima qilamiz o'zi? Anaqaga. Tuxum qilish kerak. Menga skоворodka topib berasizmi? Ha, rakvinam tegdi. Ha? Rakvinam tegdi. Ochkisini. Va Shohruz qani? Девочки, тарелкаlar kerak. Qoching. Radarda yo'qoling. Mayli. Yordam bermoqchida endi. Yordam bermoqchiman. Aniq podдержка ko'payib ketdi-da. Ha, ishdan qutuldingizda. Ha. Bu kuningdan o'lgani yaxshi sani. Sani bu kuningdan o'lgani yaxshi. Qizlar просто ishlatyapti buni. Kichkina. Uyat, lekin Yaxki. Yaxki ovqat qo'y. Aqtiringlar. Qora mehnatni qizlar qilsin. Ketdi, ovqat qilamiz. Ko'r Aqtiringlar. mujik. Qiyin tozalash, qiyin gryaz ishlarni qizlar qiladi. Qildiraman o'zim. Biz ovqat qilamiz. Какие вы отвратительные. Давай, домой тогда. Xomroq pishganimi yoki Keyin yordam beraman. pishgan? Что хотите сделать? Давайте yordam berishni. Biz men o'zim qilaman. yordamga muhtoj emasmiz Men biz. o'zim qilaman. Azim Unitda yordam bermoqchi ekan. Yordam o'zingga ber. Unitda xab bo'lganini qaranglar. Unitdan. Jonim mani o'zim, dumbog'im mana, dumbog'im mana. Unitda xafa bo'lsa Voy! Я хаваю сейчас. Я хаваю. Bu dunyoda faqat ayollar va ularning bolalari yashaydi. Toppa to'g'ri. Endi qarang. Yo, bu propagandaga men uchmayman. Любой holatda, любой как ни крути, ayol kishi jertva bo'lib qolaveradi. Так что men jimman. Tozala. Xo'p, Tozala. Nima dedi? Azim nima dedi eshitmadingiz-ku? Bu dunyoda ayol kishi va uni bolalari bor dedi. Ya, tozalama bilan nima nima? unda? Tozala. Iltimos o'rtoqlar, hozir kommentariyadagi shu turishda men aka yo'q qo'yingsiz bemalol. Jeko uy bekasida yozib qoldiringlar kommentariyaga iltimos. Iltimos, просто kommentariyaga tushasizlar. Jeko uy bekasida yozib qo'yinglar. Akam baxti mashdan topilar ekan-ya. Akam, jonim, akam. Akamning erga tegan xotin ish qilmaydi. dunyodagi eng baxtli xotin bo'ladi. Buncha yog' solmaydi Jeko. Okay, bu skоворodka yog' bilan to'ldi-yu. O'rgatma menga. O, davay. Hop, uy bekasini ko'ramiz o'rtoqlar. Qara, qaysi biri baland past qilyapti buni, ey? Menga vilka bilan tuz olib kel. Bu baland, bu past. Vilka bilan tuz. Jeko nima qilyapsiz? Unaqa qilmaydi-yu. Borgin. Yo, Jeko. Bor, Okay, bor, amlet ishini qil. qilsku. Bor ishini qil. Amlet qilayotganim tuxum qilaman. Yo, kim mashta tuxum qiladi? Saskarodka qilmaydimi tuxumni? Ya, amka aralashtirib oladi-da. Omlet bo'lib qoladi-ku bu. Nada? Sizlarga yordam kerak yo. Yordam beraymi? Bitta odam ikkitadan qilaman. Borlar, ishlaringni qillar, ey. Yordam kerak emasmi? Yo'q. Jeko, okay. Mana, okay. Yog' bilan bir bo'ldi mana shu, yog' bilan bir bo'ldi. Yo'q uriladi. Просто ko'p tuxum Ha, ketadi. yig'ishtirgan bor. Bunaqa muomala qilmang, qiz bolaga nisbatan. Men yordam kerak emasmi deb keldim. Mana, yordam kerak emas. Yordamni yaratgandan olamiz. Da, Bandasidan yordam kerak emas. To'pa-to'g'ri aytayapti, san og'aynimga nima deyapsiz? Hamma bu dunyoda o'zini belgilagan ishini qilish kerak. Shuncha bor tozala. Unaqa ko'p gapirib yubormanglar, hozir jertva bo'lib qolaman men ham. Lekin ko'p gapirib yuboryapsiz, azim. Bunga nisbatan ko'p gapirib yuboryapsiz. San Imенно menga nisbatanmi? Yo, ayol kishiga nisbatan. ayol kishiga nisbatan san isqirt odam ekansan. Men isqirt odam ekanman. Nima deysan endi bunga? Ha, Mana azimi video bo'yicha mana. Charchamadinglarmi? Charchab qolmadinglarmi qizlar? Charchab qolmadingizmi Unitaxon? Yaxshi, давайте я вам помогу сосиски. Yedi, не надо, не надо. Naqadar qizlarimiz zo'r, hammasi yordam beraylik, deyapti. Men bilmadim. Menimcha oldingi videolarda hit bo'lgan bo'lsa o'zgaryapti qizlarimiz. Aqlli. bolalarimiz ham o'zgarsa, qizlar ham o'zgaradi. O'zgaruvchi erkaklarga qiziqmanglar. Ana biz jamoaviy ruhiyatda birga ishlayapmiz. Ana bitta ikkita gap so'rab. Voy, mana Unitda voy yomon lekin plyuska ishlayapti Unitda bugun. Realni lekin yozdinglar, kommentariyaga Jeko uy bekasi deb. Qaranglar lekin yozmagan bo'lsanglar. Bitta aka like so'rab yuboring o'zingiz. Like, kommentariy tez bosib qo'yish kerak lekin. Realni bunaqa mehnat, bunaqa video bilmadim. Agar bosishmasa, hali ham bosmagan bo'lsa lekin Xo'sh o'rtoqlar, sizlarga bitta muhim gapim bor. O'ylayman